Yozuvchilar mana bugun biz Andijon viloyati Asakaga birga chiqyapmiz. Yozuvchilar mana bugun biz yana bitta fayzli xonadonimizni ishiromdan qo'yib berdik. Xo'sh, bu yerga общий 5 ta eshik, 2 ta forichka, bitta nashkota vitrajni olib keldik. Xo'p, vitrajga keladigan bo'lsak, eni 2.45, balandligi 2.60, ikki tarafdan 55 dan ko'z tashlaganmiz. O'rtada 1.20. Romimiz ochiladigan xonada bo'lgan. Xo'sh, materialga keladigan bo'lsak, Red Pen Plus 6000 Quattro TPV profilda bo'lgan, 306 da. Hop, eshigimiz yana 1.20 ga 2.60, balkon xonatdan foydalanganmiz. Eshigimiz ochilish yopilishlari shunaqa holatda hali. Xo'sh, forichkamiz eni 40, balandligi 20. Sulushning mexanizmidan ochish-yopishlarni ko'rsatamiz. Tabishli ochilish, sulushning mexanizmlari. Buni ochib holatda. Sulushning mexanizm. Eshigimiz qulflanishini ko'rsatib o'tamiz. Eshigimiz qulflanishlari o'shan tepaga ko'taramiz. Qulflandi. Qaytaramiz. Ochib. Qolgan 4 ta eshigimiz qaysi razmerlari bir xil. Eni 70 ga, balandligi 1.90 eshigimizdan tushdi. Ochilishlari shashchotki. Aynalari gulli bo'lgan, hammasi bilan nizamoyda. Zo'r holatda bo'lgan. Xo'sh, bu xizmatlarimiz akamizga kelib o'rnash narxi общий 16.500.000 so'mga kelib o'rnadi. Sizlar bilan zo'r aka. Bizdan uzoqlashmanglar. Bundan tezroq bundan qiziqarli kontentlar olishga harakat qilamiz.